Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining qishlik olmoshlarini kelishik qo'shimchalari bilan qo'llash mavzusini o'rganamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling. Haytgancha like bosishni unutmang. Bu meni juda ham xursand qiladi. Berilgan so'zlarni diqqat bilan o'qing. Qaysi so'zlar imloviy jihatdan xato yozilgan? Ularni aniqlab, to'g'rilab yozing. 22-mashqda ha va yo'q ta'limiy o'yini berilgan. Jadvalni diqqat bilan kuzating. Bu yerda 4 ta ma'lumot berilgan. Har bir ma'lumotni o'qib, unga yo ha yoki yo'q deb javob bering. Fikringizni isbotlab bering. 22-mashqdagi jadvalni quyidagicha belgilab yozishingiz kerak edi. Demak, birinchi mulohazani o'qiyman. Kishilik olmoshlari otlardan farq qiladi. To'g'ri javob ha. Chunki otlar shaxs va narsalarning nomini bildiradi. Kishilik olmoshlari esa ularning nomini bildirmaydi, balki ishora qiladi. Ikkinchi mulohaza, kishilik olmoshlari biror shaxsning nomi bo'la oladi. Ushbu mulohazaga yo'q deymiz. Chunki nomi bo'lish degani bu o'sha shaxsning ismi. Masalan, Anvar, Malika deganidir. Kishilik olmoshlari esa shaxsning ismi emas, balki ismning o'rniga ishlatiladigan so'zlardir. Misol uchun, sizning ismingiz men emas-ku, to'g'rimi? Siz shunchaki o'zingiz haqingizda gapirganda men so'zini ismingiz o'rnida ishlatasiz. Shu sababli ushbu mulohazaga yo'q deymiz. 3-mulohaza. Kishilik olmoshlari narsalarning nomi bo'la oladi. Bu mulohazaga ham yo'q deb javob beramiz. Chunki kishilik olmoshlari shaxslarga ishora qiladi, nomini bildirmaydi. 4-mulohaza. Kishilik olmoshlarini o'zi bog'langan fe'l bilan yozish mumkin emas. Ushbu mulohazaga ham yo'q deymiz. Sababi kishilik olmoshlarini fe'llar bilan birga qo'llash mumkin. Masalan, men keldim, siz o'qidingiz, u keldi, biz gapiryapmiz va hokazo. Aziz o'quvchilar, agar jadvalni siz ham xuddi shunday to'ldirib, mana shunday fikrlar bergan bo'lsangiz, bilimingizga tasanno deyman. 23-mashqda o'rnini top ta'limiy o'yini berilgan. Jadval asosida kelishik qo'shimchalarning muosini qo'yib, daftaringizga yozishingiz kerak. Ushbu jadvalda faqatgina men kishilik olmoshi berilgan. Shu sababli faqat men kishilik olmoshini kelishik qo'shimchalarida qo'llab, daftaringizga yozishingiz kerak bo'ladi. Yozganlaringizni tekshiring. Bosh kelishikning qo'shimchasi yo'q. Shu sababli kishilik olmoshining o'zi shundoqqina yoziladi. Qaratqich kelishigida men kishilik olmoshiga ning qo'shimchasi qo'shilganda bitta n tushib qoladi va mening tarzida yoziladi. Tushum kelishigida ham xuddi shunday. Men asosiga ni tushum kelishigining qo'shimchasi qo'shilganda bitta n tushib qoladi va meni tarzida yoziladi. Jo'nalish kelishigining qo'shimchasi ga. Demak, men kishilik olmoshiga ga qo'shimchasini qo'shganimizda men asosga hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi va menga tarzida yoziladi. O'rin payt kelishigida esa menda tarzida yoziladi. Chiqish kelishigida mendan deb yoziladi. Aziz o'quvchilar, siz ham shunday yozgan bo'lsangiz, demak, kishilik olmoshlarini kelishik qo'shimchalarida qo'llashni yaxshi tushunib olibsiz. Doimo yodingizda tuting. U olmoshiga jo'nalish kelishigining qo'shimchasi ga, o'rin payt kelishigining qo'shimchasi da, chiqish kelishigining qo'shimchasi dan qo'shilganda bittani qo'shib yoziladi. Ya'ni unga, unda, undan. Quyidagi berilgan gaplardagi u olmoshiga kelishik qo'shimchalaridan muosini qo'yib, gaplarni to'ldiring va husnixat asosida yozing. Yozganlaringizni tekshiring. Undan so'radi, unga ko'rsatdi, unga berdi, unga sovg'a qildi, unga yordam berdi. Demak, birinchi jumlamizga chiqish kelishigining qo'shimchasi dan qo'shib yoziladi. Qolgan barcha gaplarga esa jo'nalish kelishigining qo'shimchasi ga qo'shilishi kerak edi. Siz ham mana shu kelishik qo'shimchalarni to'g'ri qo'llab yozgan bo'lsangiz, barakalla. 24-mashq.
Sinfingiz jamoasi bilan ikki guruhga bo'lining. Birinchi guruh o'quvchilari men kishilik olmoshini kelishiklar bilan qo'llab yozadilar. Ikkinchi guruh o'quvchilari esa sen kishilik olmoshlarini kelishik qo'shimchalar bilan qo'llab yozishlari kerak bo'ladi. Birinchi guruh o'quvchilari diqqatingizni ekranga qarating. Agarda siz ham mana shunday yozgan bo'lsangiz barakalla. Ikkinchi guruh o'quvchilari siz ham diqqat bilan yozganlaringizni tekshirib oling. Agarda sizlarda ham hech qanday xatolik bo'lmagan bo'lsa, barakalla, bilimingizga tasanno. Aziz o'quvchilar, bugungi vazifa 25-mashq. Berilgan 3 ta gapni o'qing. Kelishik qo'shimchalardan mosini qo'yib ko'chiring. Ana endi uyga vazifani to'g'ri bajarganligingizni tekshiring. Birinchi gap: haqiqiy do'st topsang, unga sodiq bo'l. Ushbu gapda u olmoshiga jo'nalish kelishigining qo'shimchasi ga qo'shilishi kerak edi. Ikkinchi gap: agar do'sting sening aybingni aytib, nasihat qilsa, sen undan minnatdor bo'l. Demak, sening so'zida qaratqich kelishigining qo'shimchasi ning qo'shilgan. U olmoshiga esa chiqish kelishigining qo'shimchasi dan qo'shilgan. Uchinchi gap: do'sting sening yuzing. Bu gapda esa sen olmoshiga qaratqich kelishigining qo'shimchasi ning qo'shib yozilishi kerak edi. O'ylaymanki, topshiriq sizga umuman qiyinlik qilmadi va siz to'g'ri yozdingiz. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video darsim sizga mamnun bo'layotgan bo'lsa, albatta like hamda izoh yozib qoldiring. Bundan men juda ham xursand bo'laman.